Sokil noldan keyin mana bunday qalamcha qo'yilgan, lekin mana bu narsani yopishtirishni qaranglar, chizilgan, bitta chiqarilgan qaranglar. Qancha kant bo'lsa, shuncha qilib kirgizilgan. Nimani ko'rsatyapman bilasizlarmi? Hozir uzoqlashmay turaylik videomizda ko'rsatib beraman. Jakbarali degan usta akamiz borlar, ko'rishingiz mumkin. Angora Black tabiiy granitdan artizonni juda ham ajoyibini qilishibdi. Shaxsan menga yoqdi. Ataylar shu ish jarayonida boricha hali bitgani yo'q bu deyishyapti, lekin ko'rsataylik obunachilarimizga dedim, qaranglar. Juda chiroyli narsa, high-techga mos qilib, pulari mana bular tushib pastga ketadi, hattoki nimalari ham ko'rinmagan qilib berishgan, traplarini. Eng muhimi mana bu narsa olinar ekan. Jakbarali ko'rsatayman, Jakbarali ukaxonimiz o'zlari. Yana ham bu xonadon hali bitgani yo'q, boricha. Ichidagini olib, bemalol tiqilganda boshqa tozalanadi. Xo'p, bu hozir mana moslamada olyapsiz. Buni moslamada. Uygalar qanaqa qilib olishadi? Bu yerdan ozginamda kertib qo'l sig'adigan joy qilib ketamiz, u ko'zga tashlamaydi, yon tarafda bo'lgani uchun bemalol qo'lda olsa bo'ladi. Xudo xohlasa ajrab ketmaydimi Jakbarali? Yo'q, ajrab ketmaydi. Buni Benfix kilelarda yopishtirganmiz, choklarini yaxshi ushlaydi, bilasizlar, Benfixni. Keyin germetika ishlatganmiz, Dyson germetikalarni temirga qo'shimcha joylariga, toshni o'ziga simlarni tiqib zakolobka qilib, svarka qilib ketganmiz profilga. Orqasi profilda svarka bo'lgan. Ishni hozir ko'rsatamiz jarayonda, video jarayonida. Ko'rishingiz mumkin, mustahkam qilib, qalin profillardan yig'ilgan dog'larni chotki qilib, simlar bilan qotirib ham qo'yilgan qo'shimcha ravishda. Jakbarali ukamiz mana shu xonadonda sokillarni, pollarni qilib berishgan, ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa ish faoliyatlariga 12 yil bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Chotki qilib berishadi xudo xohlasa. Inshaalloh shu hovlimiz bitta tozalangandan keyin obzorini ham qilib beraman. Mramor granit haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.